Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Pensiya indeksatsiyasi, pensiya jamg'armasi hisob kitoblarida uchrayotgan xatolar va ayrim odamlarga nima uchun pul qaytarilayotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya olayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki pensiyada 1000 ming, 100 ming yoki 300 ming so'm kam hisoblanishi bir oyda kichik ko'ringani bilan 1 yil, 2 yil, 3 yil davomida katta pulga aylanadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Indeksatsiya nima, avval qanday bo'lgan, hozir nimalar o'zgargan, kim o'z pensiyasini qayta tekshirtirish kerak, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi hujjatlar kerak va arizada nima yozish lozim? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday mavzular ko'pchilikka yetib borishi kerak. Balki aynan siz yuborgan video sababli bir pensioner o'zining qonuniy pulini qaytarib olar. Eng avvalo bitta narsani aniq tushunib olaylik. Pensiya indeksatsiyasi degani pensiya miqdorining oshirilishi, ya'ni davlat tomonidan belgilangan tartibda pensiya summasi qayta ko'rib chiqilishi demakdir. Odatda bu jarayon narxlar oshishi, yashash xarajatlari ko'tarilishi, bazaviy hisoblash miqdori yoki eng kam pensiya miqdoridagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, non, dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat qimmatlashsa, pensionerning daromadi ham ma'lum darajada oshirilishi kerak. Lekin amaliyotda muammo qayerda paydo bo'ladi? Muammo shundaki, hamma pensionerlarning pensiyasi bir xil usulda hisoblanmaydi. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi, kimning ish staji to'liq, kimnikida arxiv hujjati yetishmaydi, kimdir sobiq kolxozda ishlagan, kimdir korxona yopilib ketgani uchun ma'lumot topolmaydi. Shuning uchun indeksatsiya kelganda hamma odamga shunchaki bir xil summa qo'shib qo'yilmaydi. Ba'zida foiz bilan oshiriladi, ba'zida eng kam miqdorga yetkaziladi, ba'zida qo'shimcha ustamalar alohida hisoblanadi. Avval ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxivdan olingan tasdiqlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, zararli ish sharoiti, imtiyozli staj kabi holatlar qo'lda tekshirilardi. Xodim xato qilsa, hujjat noto'g'ri kiritilsa yoki pensionerning o'zi bitta ma'lumotni topshirmagan bo'lsa, pensiya kam chiqib qolishi mumkin edi. Hozir elektron bazalar ko'paydi. Lekin bu ham xatolar mutlaqo yo'q degani emas. Aksincha, eski hujjat elektron tizimga noto'g'ri ko'chirilsa, avvalgi xato yangi tizimda davom etishi mumkin. Shuning uchun men pensiya jamg'armasi aldayapti degan gapni shunchaki hissiyot bilan emas, huquqiy tomondan tushuntirmoqchiman. Har bir holatda qasddan aldash bor deb aytish to'g'ri bo'lmaydi. Lekin odamga qonun bo'yicha tegishli bo'lgan pul vaqtida va to'liq berilmasa, pensioner uchun natija baribir bir xil. U kam pul oladi. Bu xatomi, loqaydlikmi, noto'g'ri hisobmi yoki ma'lumot yetishmasligimi farqi yo'q. Odam o'z haqqini talab qilishga haqli. Birinchi muhim qoida, pensiya miqdorini har oy kelayotgan SMS yoki plastik kartaga tushgan summa bilan bog'lab bo'lmaydi. Siz pensiyangiz qanday hisoblanganini bilishingiz kerak. Ya'ni asosiy pensiya qancha? Staj uchun qo'shimcha bormi? Ustama bormi? Indeksatsiya qaysi sanadan qo'llangan? Oldingi qarzdorlik bormi? Ushlab qolishlar bormi? Ko'pchilik faqat kartaga tushgan pulni ko'radi va demak shuncha ekan deb yuraveradi. Eng katta xato mana shu. Masalan, bir pensioner 2022 yilda 1 million 200 ming so'm pensiya olgan bo'lsin. Keyin pensiyalar 10% ga oshirildi deb faraz qilamiz. Oddiy hisobda uning pensiyasi 1 million 320 ming so'm bo'lishi kerak. Lekin amalda unga 1 million 200 ming so'm tushayotgan bo'lsa, oyiga 7 ming so'm farq bor. Bu bir oyda uncha katta ko'rinmaydi, lekin 12 oyda 600 ming so'm bo'ladi. Agar bu xato 2 yil davom etsa, 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bu pul pensioner uchun to'g'rimi? Kommunal to'lovmi, nabirasiga yordammi? Juda kerakli mablag'. Ikkinchi misol. Ayol kishi 3 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasidagi 5 yil ish davri tasdiqlanmagan, chunki korxona yopilgan, arxiv ma'lumoti topilmagan. Pensiya 25 yil staj bilan hisoblangan. Keyin oila a'zolari izlab arxivdan ma'lumot topadi. Bu 5 yil staj qo'shilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Endi savol, oshgan summa faqat arza bergan kundan beriladimi yoki oldingi davr uchun ham qaytariladimi? Bu holat hujjat qachon taqdim etilgani, xato kim tomonidan qilinganligi, qonundagi muddatlar va qayta hisoblash asoslariga bog'liq. Shuning uchun har bir vaziyatda yozma javob olish kerak. Uchinchi misol.
nogironlik pensiyasi oluvchi odamning nogironlik guruhi o'zgargan. Masalan, ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'tgan. Bunday holatda pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Lekin tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi ma'lumotlari tizimga kech tushsa yoki pensiya jamg'armasi bo'limida kech qayta hisob qilinsa, odam bir necha oy eski miqdorda pul olishi mumkin. Keyin qayta hisoblash qilinganda farq summasi to'lanishi kerak. Mana odamlarga pullar qaytarilmoqda degan holatlarning biri shundan kelib chiqadi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada farzand 18 yoshdan keyin o'qishni davom ettiradi. Agar kunduzgi ta'limda o'qisa, ma'lum shartlar asosida pensiya davom etishi mumkin. Lekin talabalik haqida ma'lumot vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi ehtimoli bor. Keyin ma'lumotnoma taqdim etilganda ayrim hollarda to'lanmagan davr uchun pul qayta hisoblanadi. Bu yerda ham eng muhim narsa hujjat va ariza. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiyasi oxirgi oshirishlardan keyin kutilgandan kam oshgan odamlar. Ikkinchidan, mehnat staji ko'p bo'lsa ham juda kam pensiya olayotganlar. Uchinchidan, sobiq korxona, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlarida ishlagan, lekin hujjatlari to'liq kiritilmagan odamlar. 4-dan, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli staj kabi holatlar borlar. 5-dan, pensiyaga chiqqandan keyin qo'shimcha hujjat topganlar. Kimlar uncha xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, har bir oshirishdan keyin pensiyangiz rasmiy foizga mos oshgan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hisob varaqasi yoki ma'lumotnoma olib tekshirtirgan bo'lsangiz, katta xato ehtimoli kamroq, lekin baribir yiliga kamida bir marta o'z pensiya hisobingizni tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hammaning pensiyasi falon foizga oshdi degan gap hamma odamning qo'liga tushadigan pul aynan shu foizga oshadi degani emas. Chunki kimdadir pensiya eng kam miqdorga bog'langan, kimdadir ustamalar alohida. Kimdadir qarzdorlik yoki ushlab qolish bor. Masalan, sud qarori bilan aliment yoki kredit qarzi ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga tushadigan summa rasmiy pensiya miqdoridan kam bo'lishi mumkin. Odam esa menga indeksatsiya qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida qo'shilgan, lekin ushlab qolishdan keyin farq kam sezilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshirilgan sana bilan pul tushgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oshirish iyuldan belgilansa, ayrim hududlarda qayta hisoblash texnik sabab bilan keyingi oyda ko'rinishi mumkin. Bunday vaziyatda iyul uchun farq avgustda qo'shib berilishi kerak. Agar qo'shib berilmasa, ana shunda savol berish kerak. Menga bir iyulda indeksatsiya qilinganmi? Agar qilingan bo'lsa, iyul oyi uchun farq qayerda? Uchinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonmang. Pensiya bo'limiga borasiz, xodim hammasi to'g'ri. Sizga shuncha chiqadi. Kompyuter shunday berdi dedi. Hurmat bilan eshiting, lekin yozma javob so'rang. Chunki og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Yozma javobda esa hisob-kitob asos, qonuniy norma sana ko'rsatilishi kerak. Agar xato bo'lsa, aynan yozma javob orqali yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin. 4-nozik jihat, pensionerlar ko'pincha men davlat bilan tortishmayman, keyin pensiyamni kesib qo'yadi deb qo'rqadi. Men buni juda ko'p eshitganman. Lekin qonuniy ariza berish, hisob-kitobni tekshirtirish, hujjat so'rash jinoyat emas, qo'pollik emas, davlatga qarshi chiqish emas. Bu sizning huquqingiz. Aksincha, siz tartibli ravishda so'rasangiz, tizimdagi xato aniqlanadi va boshqalarga ham foyda bo'ladi. 5-nozik jihat. Ayrim odamlar ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerlarga 5 million so'mdan qaytarlar ekan, ariza bersangiz, darrov katta pul tushadi degan gaplarni tarqatadi. Bunga ehtiyot bo'ling. Hammaga bir xil pul qaytarilmaydi. Qaytariladigan pul faqat aniq xato, noto'g'ri hisob, kechiktirilgan indeksatsiya yoki tasdiqlangan qo'shimcha hujjat bo'lsa paydo bo'ladi. Kimdadir 100 ming so'm, kimdadir 600 ming so'm, kimdadir bir necha million so'm bo'lishi mumkin. Kimdadir umuman farq chiqmasligi ham mumkin. Asosiysi, har bir odam o'z hisobini tekshirtirishi kerak. 6-nozik jihat, hujjatlar sanasi juda muhim. Masalan, siz 2020 yildagi ish stajingizni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini 2024 yilda topdingiz. Endi pensiya 2020 yildan qayta hisoblanadimi yoki 2024 yildanmi? Bu savolga bir xil javob berib bo'lmaydi. Agar hujjat oldin ham bor bo'lgan, lekin organ tomonidan noto'g'ri hisoblanmagan bo'lsa,
bir tartib. Agar hujjatni siz endi taqdim qilgan bo'lsangiz, boshqa tartib. Shuning uchun arizada qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshirilganini asoslari bilan yozma tushuntirib berishingizni so'rayman deb albatta yozish kerak. 7-nozik jihat. Bank kartasidagi tushum pensiya hisob kitobining to'liq rasmi emas. Ba'zida bank kechiktiradi, ba'zida kartada komissiya yoki boshqa ushlab qolishlar bo'ladi. Ba'zida bir oylik va qo'shimcha to'lov birga tushadi. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasidan rasmiy hisob kitob varaqasini oling. Birinchi qadam oxirgi 12 oyda qancha pensiya olganingizni yozib chiqing. Daftar oling yoki telefonda jadval qiling. Har oy, sana, tushgan summa qo'shimcha to'lov bo'lsa alohida belgilang. Agar SMSlar saqlangan bo'lsa, skrinshot qiling. Bank ilovasidan ko'chirma olish mumkin bo'lsa, ko'chirma oling. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz borishingiz mumkin. Sog'ligingiz imkon bermasa yoki yaqin qarindoshingiz borishi mumkin. Ba'zi xizmatlarni MyBokkov orqali ham tekshirish mumkin. Lekin murakkab holatda men baribir yozma ariza berishni tavsiya qilaman. Uchinchi qadam. Quyidagi hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa nusxasi. Mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi to'g'risidagi eski ma'lumotnomalar, arxivdan olingan tasdiqlar, nogironlik haqida ma'lumotnoma, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, talabalik ma'lumotnomasi, harbiy xizmat hujjatlari, zararli yoki imtiyozli ish sharoiti bo'yicha buyruqlar yoki arxiv ma'lumotlari. Hamma hujjat ham hammaga kerak emas. Lekin sizning pensiyangizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan hamma narsani olib boring. 4-qadam. Arizani to'g'ri yozing. Arizada isyot emas, aniq talab bo'lsin. Masalan, mening pensiyam miqdori oxirgi indeksatsiyalardan keyin to'g'ri hisoblanmagani tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiyam tayinlangan kundan hozirgi kungacha bo'lgan davr bo'yicha hisob kitobni, qo'llangan indeksatsiyalarni, ustamalarni, ushlab qolishlarini va qayta hisoblash sanalarini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Agar kam hisoblangan summa aniqlansa, qonun hujjatlariga muvofiq qayta hisoblab farq summasini to'lab berishingizni so'rayman. 5-qadam. Arizani 2 nusxada bering. Bitta nusxasi pensiya jamg'armasida qoladi. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami, qabul qilgan xodimning imzosi yoki muhri qo'yilishi kerak. Agar elektron shaklda yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Bu juda muhim, chunki keyin ariza bermagansiz degan holat bo'lmaydi. 6-qadam. Javobni kuting. Lekin cheksiz kutmang. Davlat organlari murojaatlariga belgilangan muddatlarda javob berishi kerak. Odatda oddiy murojaatlar bo'yicha 15 kun yoki qo'shimcha o'rganish talab qilinsa 30 kungacha muddat bo'lishi mumkin. Agar javob kelmasa, yuqori turuvchi organlarga, pensiya jamg'armasining viloyat boshqarmasiga, tegishli vazirlikka yoki prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilish mumkin. 7-qadam. Javobni diqqat bilan o'qing. Hammasi qonuniy degan umumiy javob yetarli emas. Siz hisob kitobni ko'rishingiz kerak. Qaysi sanadan pensiya tayinlangan, qaysi ish staji olingan, qaysi ish haqi davri hisobga kiritilgan, qaysi indeksatsiya qachon qo'llangan. Farq bor yoki yo'q. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yana ariza bering. Javobda hisob kitob ko'rsatilmagani sababli batafsil hisob kitob jadvalini taqdim etishingizni so'rayman. 8-qadam. Agar xato aniqlansa, pulni qanday olish masalasini kuzating. Ba'zida bo'lim xatoni tan oladi, lekin to'lov keyingi oyga qoladi. Siz farq summasi qaysi oyda, qaysi to'lov bilan qancha miqdorda to'lanadi deb yozma so'rang. Pul tushganda bank ko'chirmasini saqlang. Agar aytilgan pul to'liq tushmasa, yana murojaat qiling. 9-qadam. Agar rad javobi berilsa, darrov tushkunlikka tushmang. Rad javobida asos bo'lishi kerak. Qaysi qonun, qaysi modda, qaysi sabab bilan rad etildi. Agar siz bunga rozi bo'lmasangiz, yuqori tashkilotga shikoyat qilish yoki sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Murakkab holatda yuristga, advokatga yoki bepul huquqiy maslahat markazlariga murojaat qiling. 10-qadam. Oila a'zolari yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ishga qiynaladi. Internetdan foydalana olmaydi. Ariza yozishga uyaladi. Farzandlar, nabiralar, qarindoshlar, sizlar yordam bering. Bu pul sizning oilangizga kiradigan qonuniy mablag'. O'tda onangiz butun umr ishlagan bo'lsa, ularning staji, hujjati, ustamasi to'g'ri hisoblanishini tekshirish sizning ham burchingiz. Yana bir amaliy misol aytaman. Bir otaxon 35 yil ishlagan, lekin pensiyasi juda kam bo'lgan.
o'g'li bank tushumlarini ko'rib, oxirgi indeksatsiyadan keyin summa deyarli oshmaganini sezgan. Pensiya bo'limiga borib hisob-kitob so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, eski ish joyidan berilgan ish haqi ma'lumotnomasi tizimda noto'g'ri davraga kiritilgan. Natijada o'rtacha ish haqi past chiqqan. Arxivdan qayta tasdiq olib kelishgan, ariza berishgan, qayta hisob qilingan. Oylik pensiya oshgan va oldingi davr uchun farq ham to'langan. Bu yerda mo'jiza yo'q. Faqat hujjat, ariza va qat'iyat bor. Yana bir holat. Bir ayolga sizga hammasi to'g'ri deb og'zaki aytishgan. U yozma ariza berganidan keyin hisob-kitob qayta tekshirilgan va bola parvarishi bilan bog'liq davr noto'g'ri ko'rilgani aniqlangan. Natijada pensiya o'z bo'lsa ham oshgan. Oylik oshish 7000 so'm bo'lgan. Kimdir 7000 nima bo'pti deyishi mumkin. Lekin yilga pagiz 10000 so'm. Pensioner uchun bu juda katta yordam. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng asosiy mazmuni shuki, pensiya indeksatsiyasi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin xatolar ham avtomatik davom etishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner yoki uning yaqinlari o'z pensiyasini tekshirtirishi kerak. Kartaga tushgan pulni ko'rish yetarli emas. Hisob-kitobni so'rang, yozma javob oling. Hujjatlaringizni yig'ing, ariza bering. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Men hech kimni vahimaga solmoqchi emasman, lekin odamlar o'z haqqini bilmasa, kam hisoblangan pul yillar davomida qolib ketishi mumkin. Agar farq aniqlansa, qonuniy tartibda pul qaytarilishi mumkin. Agar farq chiqmasa ham, hech bo'lmasa ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Pensiyangiz to'g'ri hisoblanganini bilasiz. Sizning oilangizda shunday holat bo'lganmi? Pensiya indeksatsiyasidan keyin pulingiz to'g'ri oshdimi yoki tushunarsiz farq bormi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham o'qisin, tajriba almashaylik. Videoni albatta like qiling, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda pensiya, nafaqa, kompensatsiya va davlat to'lovlari bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.